O'zbekistonga yangilik kirib keldi. Agar joyiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, kaletkani ham shu o'rtaga chiroyli holatda qo'yib berishadi. Endi bu qalinligi keladigan bo'lsa 4 sm bo'ladi. Bemalol tashlasangiz ham ishtimol bo'lmaydi. Shamol yong'inlarga, keyin bu ochilish qanaqa deganlarga juda ham tez holatda ochiladi. Do'stlar, qaranglar. Shunaqa holatda ko'tarilaveradi. Narxlariga keladigan bo'lsa, $180 dan $220 qilib berishadi. Agar kaletka qo'shiladigan bo'lsa, $350 atrof qo'shiladi. Shunga ham e'tibor berasiz. Undan tashqari bu tomondagilarimiz aytadigan bo'lsa, $90 dan boshlanib turib yuqoriga qarab ketaveradi. 180 gacha. O bunda yusib bo'ladimi deganlarga mo'yshi bo'ladi. Bemalol mana shu holatda suv chachib, kachada yusalang bo'ladi. Shamolga deganlarga mana bor kuchim bilan uryapman, pishig'layim bilsalang bo'ladi. Undan tashqari barcha turdagilari bor. Eng tez ochiladigani bormi? Ravshanbek deganlarga eng tez ochiladigani qilib berishadi. Nihoyat tez ochilib, nihoyatda tez yopiladiganidan bo'ladi. Qaranglar mana. Tezligiga o'zlari bitta baho berasizlar. Narxlarni aytganimizdek kelishgan holda bitta asosiy mexanizmlarga qarab narxlar o'zgarib boradi, garantiyalarni berishadi. Eng asosiysi Ravshanbekdan oldimsiz bo'ldi. Uydagilarni qiynalmagan holatda qish kunida, yoz kunida shunday kelasa bitta pulta ezib bersangiz o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Pastda nomerlar bor, Ravshanbekdan oldimsiz chiroyli qilib berishadi.